Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi va assalomu alaykum Tojikistondan kuzatib borayotgan vatandoshlarimiz. Assalomu alaykum Qirg'iziston. Hammalaringiz kayfiyatlaringiz yaxshimi? Jonlaringiz omonmi? Addushi rahmat e'tiborlaringiz uchun. Mana bugun sizlar kutgan mana shuncha vatandoshimiz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistondan menga WhatsAppga telefon qilib O'zbekistondan boradigan ish chiqaring degan vatandoshlarimiz uchun yangilikni faqat sizlar uchun bo'ladi inshaalloh. Bugungi ishimiz Sankt-Peterburg shahrida ham erkak ham ayollar uchun bo'ladi. İşimiz mana shu bitta nomer pastda turilganda 3 ta ishi bor. 3 xil ish bor. Qaysi ishga siz ma'qul bo'lsa, foydali tomoni qanaqa akalar opalar? Sizlar borgan mana shu yerdan O'zbekistonmi, Tojikiston, Qirg'izistondan biletni olasiz. Borib sizni aeroportdan kutib olishadi. Sizni patentingizga pul yordam beradi. Siz hech yerdan qarz olib, qiynalib yurmaysiz. Patentingizga pul yordam beradi. Patentni har oyi chek to'lovlari tekin, registratsiya tekin, yotoq joy tekin va bir xil ishida esa obed pitaniyalari ham tekin. Ishini aytib o'taman, 18 yoshdan to 45 yoshgacha bo'lgan erkak ayolni ishga taklif qilinadi. Birinchi ishimiz tort sexida bo'ladi. Tort sexida bu yerda ham erkak ham ayol kishilar грузчик, разгрузочная работа и stikeryorщик, naklenka yopishtiradigan. Boraman degan vatandoshlar pastdagi nomerga bemalol aloqaga chiqasizlar. 3800 rubl smenangizga yoziladi. Buni ichida tekin narsasi aytib o'tgandek patent cheki, registratsiya, yotoq joy. Трудовой договор. Keyingi ishimiz esa Metro Parnas Norilskiy мясокомбинатda bo'ladi. Bu yerda esa oyligi har xil. Bu yerda грузчик kerak, keyin naklenka yopishtiradigan kerak, keyin akalar go'sht tayyorlaydigan kerak. Bu yerda ham 3800 rubldan to 3000 rublgacha oyligi bo'ladi. Buni ichida ham tekin narsasi, patent cheki, registratsiya, yotoq joy mutlaqo tekin. Pastdagi nomerga bemalol aloqaga chiqasizlar. 3-ishimiz esa уборщицаlar kerak bo'ladi. Уборщик, moyshik kerak bo'ladi. Ham erkak ham ayol. Bunga ham 6 ga 1 ishi, 12 soat ish vaqti, 1 soat obedi bor. 3000 rubl to'lanadi. Plus patenti cheki, registratsiya, yotoq joy, трудовой договор hammasi mutlaqo tekin. O'ylaymanki, juda foydali video deb, inshaalloh videoga befarq bo'lmaysiz. Xudo xolasa yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz. Keyingi ishimiz esa inshaalloh chiqarishda davom etamiz sizlar bilan birgalikda. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Qayerda bo'lsangiz ham bemalol borib, ishonarli ish, telefon qilib, biletni olib borib ishlashlaringiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yangi video rolikda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Akalar, opalar, eng muhim bu hozir men Instagramda ham o'z mana shu faoliyatimni olib boryapman. Instagramni yangi ochganman. Har bitta vatandoshimizdan iltimos qilamiz, kommentariya mana shu videoning birinchi kommentariyasiga Instagram sahifamni silkasini joylab qo'yaman. Bemalol o'tib obuna bo'lasizlar. Chunki YouTube uncha ishlamaydi Rossiyada, ko'pchilik biladi. Instagramga qo'yib boraman, xudo xolasa bemalol Instagramdan foydalanishlaringiz mumkin.